Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Katta inspektor katta lisangan. Hormang aka. Jarima maydoniga ketamiz-ku. Ne aka, tinchlik? Oldi tonirovka bormi? Yo'q. Antibiotik aka, mumkin-ku. To'g'ri. Yo'q. Qonuniy aka hammasi. Muammo qilishadi deb borib. Apparatingiz bo'lsa o'lchab ko'ring aka. Qonuniy hammasi. Ham ko'kligiga gapiryapsizmi? Cho'nib ko'ryapti-da. Qonuniy aka. Apparatingiz bo'lsa o'lchab ko'ring, bemalol. O'lchab ko'ramiz, lekin bilasiz, qonunda 70% dan kam chiqsa, avtolar vaqtinchalik 126-moddasi bo'yicha jarima maydoniga kiradi. O'z hozir internetda rasm muammo bor-ku, mana shu narsa. 75. Mumkinmi aka? Ko'rib turganingiz 75%. Bir xil videolarni ham ko'rdik, shtatni ham tutib borishibdi. Toshkent shaharida ko'rmadim, men asosan viloyatda ko'rdim, aka. Endi biz shu sohaning ichidamizda, bizdan klientlarimiz so'rashadi. Endi hurmatli haydovchi, huquqiy normativni hujjat Vazirlar Mahkamasi 172-sonli qaror 12-aprel kuni 2022-yil o'zgartirish kiritganmiz. Esingizda bo'lsa, o'sha aytgandek 3-ilovada aytilgan avtolov oynalari, old yon oynalar va pesh oynalar 70% dan kam bo'lishi kerak emas. Ya'ni mumkin. Ko'rib turganingizdek, sizni oynangiz 75% tashkil etadi, ya'ni 5% yana bor. Mumkin. Rahmat. O'zingiz topmang. Charchamang, salomat bo'ling. Ha, bulardan ham so'raymiz. Assalomu alaykum. Aka xormang. Siz uzr bersa qildim aka. Charchamayapsiz? Rahmat o'zingizga. Aka syomka qilyapman agar rozi bo'lsangiz. Aka men jentriga antibiotik urilgan mashinamga. Hozir gay xodimi ham to'xtatdilar-da. O'lchadilar. Как положено chiqdi. Ya'ni 70% dan yuqori yorliq o'tkazdi. Просто ma'lumot olmayman hozir sizdan ham. Aka mumkinmi, mumkin emasmi? Endi men qonunchilikni o'qidim, aka mumkin. Mana qarang, mana bunaqa narsasi bor. Amaldagi yo'l harakat qoidalarining 3-ilova 74 bandi bor-da. O'shda yozib qo'ygan. Old peshonalarni yo'lga o'tkazishalik 70% dan kam bo'lmasagina ruxsat etiladi. Aha. Agar hozir sizniki 70 dan kam bo'lmasa, ruxsat etiladi, bemalol harakatlanasiz. Ya'ni asl ko'rsatish anaqasini o'zgartirmasa bo'ldi. Tushundim. Qorayib ketib qolib, ana foiz oshib ketib qolsa, uni to'g'riladi. Ya'ni mumkin. Antibiotik mumkin agar foizi 70 dan baland bo'lsa. Bo'ldi aka, tushundim. Shu ma'lumotni oldim. Aka rahmat. Charchamang, salomat bo'linglar aka. O'rtoqlar, antibiotik haqida yetarlicha ma'lumot oldinglar deb o'ylayman. Juda ham zo'r video bo'ldi, zo'r kontent bo'ldi. Mazza qildim to'g'risi. Soha egalaridan o'zingizlarni qiynayotgan savolga javob oldinglar deb o'ylayman. Qonunga amal qilib yuringlar o'rtoqlar, tezlikni oshirmanglar, remey har doim taqib yuringlar. Bunda sizlarga eslatib turuvchi neonline antiradarni maslahat beraman o'rtoqlar. Bizning hamma mashinada neonline antiradar taqilgan. Masalan, bu Gentramizga 7700 taqilgan o'rtoqlar. Bir marta rasvot qilasiz, mashinaga qo'yasiz, bo'ldi. Ortiqcha rasvotlardan xalos bo'lasiz. O'rtoqlar, joningiz sog' bo'lsa, charchab qolmanglar, kontentga bitta like bosib qo'yasizlar.